Oxiratdan ko'nglingiz to'qmi yoki shunchalar savobingiz ko'pmi? Uyingizda erkagingiz yo'qmi? Efir ochib o'tirgan qizlar, munchalar mayin so'zlaysiz, efirlarda nimani ko'zlaysiz? Oxiratni qachon o'ylaysiz? Efir ochib o'tirgan qizlar, yerga urib millatingizni, yashirmaysiz avratingizni, ko'z-ko'z qilib savlatingizni. Efir ochib o'tirgan qizlar, sizda hayo iboyingiz yo'qmi? Na vijdon, na iymoningiz yo'qmi? Kofirmisiz, xudoyingiz yo'qmi? Efir ochib o'tirgan qizlar, o'zingizni reklama qiling, hech begunoh farishta bo'ling, bir so'z desa so'kinib bering. Efir ochib o'tirgan qizlar, parvo qilmang negativchi deng, aybiz aytsa hoy g'iybatchi deng, so'kining qarg'ang nima desiz deng. Efir ochib o'tirgan qizlar, shayton emas haqqa kuldursan, tikon emas nafsga guldursan, insof tilar sizlarga xusan. Efir ochib o'tirgan qizlar, sof muslima efir qilmaydi, oilasini sha'nin o'ylaydi, ibodatni aslo qo'ymaydi, dinda soq qadam bu qizlar, efir nimaligini bilmas bu qizlar.